Assalomu alaykum, shirindan shakar qadrdon bolajonlarim. Xo'sh, men bilan yangi mavzuga tayyormisiz? Bugun biz sizlar bilan tabiatda suvning aylanish hodisasini ko'rib chiqamiz. Quyosh bobo bulutlar orasidan mo'ralab yuqoriga ko'tarilib, atrofga o'zini zarin nurlarini sochadi va issiq havoning taftidan dengiz va daryolardagi suvlar mana bunday parlarga aylanib, oq bulutlar hosil qiladi. Oppoq par bulutlarimiz esa to'planib osmonga uchib chiqadilar. Osmonda ular to'planib, yig'ilib, chaqmoq chaqadi va yomg'ir yog'adi. Bilasizmi bolajonlar, yomg'ir yog'ib turganda ham quyosh chiqib, ham yomg'ir yoqqanda tabiatda ajoyib mo'jiza hosil bo'ladi. Osmonda 7 xil rangdagi kamalak paydo bo'ladi. Par bulutlarimiz hamisha yomg'ir bo'lib yog'avermaydi. Fasllar almashuvi natijasida qish faslida ushbu parlarimiz qor bo'lib yog'ib, qorli tog'larimizni hosil qiladi. Qorli tog'lardagi qorlarimiz bahor faslining issiq quyosh taftidan yana suv bo'lib erib, dengiz va daryolarimizni suvga to'ldiradi. Shunday qilib tabiatda suvning aylanish hodisasi yuz beradi bolajonlar. Bugungi mashg'ulotimiz sizga manzur bo'lgan bo'lsa, keyingi mashg'ulotlarda ko'rishguncha xayr bolajonlarim.